Qishloqdan yoki shahardan chiqqan blogerlar bor. Qishloq haqida video kontent tayyorlaydi. O'sha insonlarga video murojaatim bo'ladi bu. Avvalambor video tayyorlay payti salgina bir o'zlaringga qaranglar. Qishloqqa yashaydigan insonlarni pastga urmanglar. Ko'p videolarga ko'zim tushadi. Bir echkini terisidan bo'lgan mo'ylov, kallaga bir sasigan do'ppi. Bunaqa video chiqarishdan maqsad nima? Qishloqdagilarning ustidan kulishmi bu? Nabarotiga bir zamonaviy video chiqarsalaring bo'lmaydimi? Sizlar chiqaradigan video o'tgan asrga tegishli bo'lgan videolarda. Qishlog'im o'zgaryapti. To'g'ri, endi shaharga yeta olmasa ham ancha-muncha kiyinishi, yurish-turishi, gapirishi o'zgaryapti. Bunchalik ham nima deydi? Qishloqni pastga uradigan kiyimlarni kiyib olib, shevalarda, mayli shevaga guring yo'q. Xohlagan odam xohlagan shevasida gapirishi mumkin, lekin birdaniga bir videoga tushay payti, boshqa qilgan payti unchalik ham rasvo videolar chiqarmaslik kerak. Bir eski chapонlarni kiyib olib, yag'ir kiyimlarni kiyib olib. Sizlar o'ylaysizlar, qishloqlar shunday kiyinadimi? Yag'ir kiyinib, eski chapонlar kiyinib, echkini terisidan mo'ylov qo'yib, sasigan do'ppi kiyib yuradi deb o'ylaysizlarmi? To'g'ri bo'lishi mumkin, qaysidir bir joylarda bo'lishi mumkin, lekin video kontent qilgan paytda chiroyli video kontent chiqarish kerak-da. Bu qilayotgan ishlaring bilan qishloqda yashaydigan insonlarni, qishloq hayotini ustidan kulgishga o'tadi bu. Zo'r video chiqaringlar. Даже shaharga yashaydigan insonlar ham shu qishloqlarga yopishib olgan, shunaqa bir kiyinishini ko'rsatib, men uchun bir ustidan kulayotganga o'xshab ko'rinadi-da. Normalni video chiqaringlar. Ey hurmatli blogerlar, qishloq sharoitida video chiqarayotgan insonlar ham bir chiroyli kiyinib, mayli qishloqcha kiyininglar, chiroyli bo'lsin. Bunaqa bir rasvo kiyimlarni kiyib, sizlarni faqatgina O'zbekiston ko'rmaydi. Butun O'rta Osiyo ko'radi. Butun dunyo ko'radi. Ha, bu o'zbeklar shunaqa yashayapti deb o'ylashi mumkin boshqa yerdagi insonlar. Normalni video chiqaringlar. Qo'llaringdan chiqarish kelmasa chiqarmay qo'yaveringlar. Qishloqdagilarni pastga urmanglar unaqa.